Assalomu alaykum uzumchilik ilmiy gruppasi a'zolari. Bu videoni YouTube'ga ham qo'yib qo'yaman. Kimdir qiziqsa gruppamizga Telegramga uzumchilik deb yozsa chiqadi. Hozir yejavinkaga ham qiziqdim. Mana uzumni oxiriga, uzum toklarida oxiriga yejavinka kiyapman. Black Jam degan sorti 2 marta hosil qiladi. Yejavinka nimada maymunjon deylik, oddiy maymunjon sorti. Bu maymunjonda shunaqa 2 marta hosil qiladigan xususiyati bor ekan. Uzumda unaqa bo'lmaydi, bilasizlar, uzumda 2 marta hosil qiladi degan odam aldagan bo'ladi. Uzum 1 marta hosil beradi. Kuzgacha gullaradi hozir yangi navlar. Ular hosilni bo'lmaydi. Uzum charchaydi. Bu charchamaydi ekan. Mana bu tuproqlik. Bunisi to'rifga qilingan. Shunaqa mohirlik bilan kesish kerak. Mana tig'ni qaranglar mana. O'ta mohirlik bilan shunday olasiz, bilmay qolsin, olinganini bilmay qolsin ko'chat. Mana bu yerda tayinlab olganman. Tayinlarni kavlab shu yerga qanday qilib mana hozir salafanda turibdi, Shu salafandan chiqib atrofini kesib shunday qo'yasizda, salafanda chiqib yerga kelganini bilmay qolsa ko'chat keyin ko'klaydi. Nimaga bunaqa deyapman? Agar tagi yorilib qolsa, tomiri ochilib qolsa, qurib qoladi. Har qanaqa ko'chat. Agar shuni eplasangiz, xuddi mana shu holatda atrofini qisib, siqib borasiz. Mana topganingiz, mana vermikulyat ishlatyapman. Kimdir perlit, kimdir boshqa narsa ishlatadi. Biogomus go'ngsa bo'lmaydi ekan. Yejavinka bilan malinaga eslab qolinglar. Sepib mana atrofini nima qilib, qisib turib ildiz orttiradigan dorilardan quyib qo'yaman. Mana qator qilib ekdim. Malinalar 4 xil sorti. Bu yoqqa yejavinka ekaman. Inshaalloh tepasini yopaman, soya qilaman. Sog' bo'lasizlar. YouTube'da kim ko'rayotgan bo'lsa, buni uzumchilik ilmi deb yozsanglar chiqadi. Yangi uzum navlari haqida ma'lumotlar beramiz. Manaqa yejavinkani ham maymunjonni, o'zimiz tilda aytganda maymunjonni ham gugurt qutisidek bo'ladigan kattalikda bu. Black Jam degani. Hozircha 2026-yilda eng zo'r nomer 1 bo'lib turibdi. Kelajakda inshaalloh balki boshqasi bo'lar. Masalan, uzumda Mondrop navi eng uzumlarning qiroli bo'lib turgan bo'lsa, bu yejavinkalarda eng zo'ri bo'lib turibdi. Naryoqda Maravilla degani bor, malina, u eng zo'r ekan. Shu ma'lumotlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'linglar. Shunaqa tartibda ekish kerak. Atrofini to'ldirib sug'orish kerak. Agar shu ekayotganda mana masalan to'rifli sal bo'shroq bo'ladi. Tomiri ochilib qolsa tamom bu. Ming suv quysangiz ham, ming nima qilsangiz ham stressdan chiqmay qurib qoladi. Shunaqa ehtiyotkorlik bilan ekish kerak. Hozir bitta o'zim videoga olayotganimga qilmayapman-da. Ikki qo'lda ushlab, lezva bilan yoki mana bu pichoq bilan shunday torsangiz, rosa o'tkir bo'ladi. Kesadi, bilmay qolsin o'simlik. Yerga ekilganini shu bilmay qoladigan darajada ekish kerak. Keyin ko'klab ketadi inshaalloh. Bahorda, kuzda, ildiz ochiqda ekdingiz nima-yu, buni ekdingiz nima bir xil bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar.